Bir yil davomida kim yonimda yurgan, kim men bilan do'st bo'lgan, bitta bilib boryapman. Birinchi liga jamoasini bosh murabbiy etib tayinlandim. Men o'ylashimcha, futbolchilik oson deb o'ylayman. Raqobatdan qo'rqadigan bo'lsa, uni maydonga chiqib nima qiladi? Oyog'imdan 2 marta operatsiya bo'ldi. Poytaxt jamoalariga, stadionlarga kirish kamayib ketdi. O'zbekiston chempionatini почти deyarli ko'rmadim. Armonim jahon chempionatida o'ynash. Stabilность yo'q, o'g'lim. Bu narsa kerak. Bu narsa xayolingni buzadi telefon. Avstraliyadagi muhit, ana o'shandagi o'yin, xuddi mana shunday gol urish tasavvur qilganmidingiz? Charchoqni his qilmaganmiz. Ishlar jarayonida qiyinchilikka uchragan murabbiyingiz bo'lganmi? Agamga yutqizish kerak. Meni o'zimning shaxsiy fikrim, O'zbekiston hech kimdan kam emas. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ekspert loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun ekspert loyihasiga ajoyib mehmonni taklif etganmiz. Siz sog'ingan inson O'zbekiston milliy terma jamoasining o'z davridagi chap qanotdagi eng kuchli yarim himoyachilardan biri Jasur Hasanov bo'ladilar. Jasur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jasur aka, o'zi ko'plab intervyularda ko'rganman. Sizni suhbat jarayonidagi fikrlaringiz, mulohazalaringizni sekin-astalik bilan va imkon qadar kamroq gapirishga harakat qilasiz. Bugun esa biz siz bilan erkin suhbat qilamiz. Bugungi kunda Jasur Hasanov nimalar bilan mashg'ul va bugungi kunda faoliyatingiz xususida gapirib bersangiz, chunki barcha uchun eng qizig'i mana shu. Kirib kelgan yangi yillarim bilan butun O'zbekiston xalqini, butun futbol muxlislarini, qolaversa muhtaram prezidentimizni chin dildan tabriklayman. Shu munosabatdan foydalanib, mana bugun ko'rsatuvga chaqirgan ekansizlar. Nima deyman? Endi futbolga kirib kelishim avvalambor ota-onam sababchi bundan. Ota-onamni turtkusi bilan futbolga kirib kelganman. Mana necha yillar davomida yashil maydonda to'p surdim. 41 yoshimda futbolni yakunladim. Hozirgi mana yakunlagandan keyin nima desam bo'ladi? 1 yil tanaffusda bo'ldim. Kimni qanaqaligini mana o'sha 1 yil davomida, ko'p emas, 1 yil davomida o'sha kim yonimda yurgan, kim men bilan do'st bo'lgan, hammasini bitta bilib boryapman. Mana 2026-yil yaxshi taklif tushdi Toshkent shahar TFA futbol maktabidan. Xudo xolasa bugun 4-kun ish kunim. Menga shunaqa vazifa yuklatildi. Xudo xolasa jamoani, birinchi liga jamoasini bosh murabbiy etib tayinlandim. Xudo xolasa oldimda qiladigan ko'p ishlar bor. Unga tayyorgarlik ko'rib kelganman. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha nima desam bo'ladi? O'zimning bolalarimga, ne только o'zimning bolalarimga, o'sha TFA futbol akademiyasining bolalariga qo'limdan kelgancha yordam qilaman degan umiddaman. Shu o'rinda bolalar murabbiylikka kirib keldingiz. Xo'sh, futbolchilik osonroqmikan yoki murabbiylik? Nima desam bo'ladi? Futbolchilik, masalan, mana o'z davrida o'ynaganman. Futbolchilik, masalan, futbolchilarni ishi, asosiy ishi, masalan, maydonda. Maydondan tashqari, masalan, dam oladi. Uni 3 mahal ovqati bor. Endi men o'ylashimcha, futbolchilik oson deb o'ylayman. Chunki mana o'sha bugun 4-kun o'sha bolalar bilan qanaqa ishlashni o'sha bosh qotirishimga to'g'ri keladi. Agar futbolchilik paytimda bunaqa narsalar mendan o'tmagan. Futbolchilik davri boshqa, murabbiyning anosi boshqadir. Masalan, mana endi murabbiy bo'ldim, xudo xolasa
Endi ko'raveramiz endi, xudo xohlasa. Jasur aka 1999-yil adashmasam So'g'diyonada faoliyatingiz boshlandi. Rauf Talgatovich yordamchi murabbiy bo'lgan va sizni taklif etgan jamoaga. Va siz o'sha vaqtda jamoaning asosiy jamoa bilan mashg'ulotlarni birdan boshlab ketgansiz. Mana shular xususida gapirib bersangiz. To'g'ri, eslab o'tdingiz. 99-yil men sport maktabida, Jizzax viloyati sport maktabida o'qib yurardim. Menga shunaqa taklif tushdi. Sani So'g'diyon jamoasiga taklif qilishdi. Bugun kechga mashg'ulotlarga borasan. O'shandan keyin mashg'ulotlarga borib, baribir asosiy jamoa boshqa, masalan, u paytda men yosh bo'lganman. Endi hayajon bo'lgan. Hayajon masalan unaqa ko'p bo'lmagan menda, chunki ular bilan chiqib ketishim, kattalar bilan qanaqa munosabatda bo'lishim evaziga men bemalol kirishib ketganman jamoaga. So'g'diyona, Navbahor va Mashalda adashmasam siz hujumchi ortida o'ynagansiz va maydon markazida harakat qilgansiz. Ammo bizni tomosha qilayotgan barcha futbol muxlislari biladiki, Jasur Hasanov chap qanot yarim himoyasidagi eng kuchli futbolchi bo'lgan. Bu qanday amalga oshgan? Qanday qilib markazdan qanotga o'tib ketgansiz? To'g'ri aytib o'tdingiz. Masalan, So'g'diyona jamoasida boshlaganimda markaziy himoya, yarim himoyachida o'ynardim. Navbahorga o'tganimda ham xuddi shunaqa pozitsiyada o'ynaganman. O'sha murabbiylarni taktikasi bilan ular masalan ko'rib chiqadi-ku. Meni tezligimni inobatga olib, qanot yarim himoyasiga o'tkazishgan. Yoqda ham ko'rishgan, bu yoqda ham ko'rishgan. O'ylaymanki, o'z joyimni topganman. Yana bir narsa, Jasur aka, siz faoliyatingiz davomidan o'rganib chiqishimga ko'ra eng kuchli futbolchilar bilan raqobat olib borgansiz. Kelingki, Navbahorda ham Shuhrat Mirxoldirshoyevlar davrida siz Navbahorga kirib borgansiz. Ana shu raqobat xususida va bugungi va oldingi avlod futboli o'rtasidagi farq qanday edi? Mana shular xususida gapirib bering. Endi nima desam bo'ladi? Mana hozirgi futbolimizda ham raqobat bor. Men o'ynagan paytda ham juda kuchli raqobat bo'lgan. Masalan, So'g'diyonada o'ynaganimda ham, Navbahorga bordim, yoqda juda kuchli tarkib edi. Mana hozir aytib o'tganingizda Shuhrat Mirxoldirshoyev, Rashid G'ofurov, Saydulla Tursunov, Tohir Madrahimov. Men shunaqa sharoitda borganmanki, o'zimni yo'qotib qo'ymaganman. Masalan, hozir mana ko'pchiliklarning intervyusini o'qiyman, raqobatdan qo'rqmayman. Xudo xolasa o'zimni ko'rsataman deb. Masalan, jamoaga bordimmi? Albatta o'zini ko'rsatish kerak. Raqobatdan qo'rqish kerak emas. Hozirgi mana futbolchilarimiz nechtasini intervyusini o'qiyman, raqobatdan qo'rqmayman. Nima qiladi? Agar raqobatdan qo'rqadigan bo'lsa, uni maydonga chiqib nima qiladi? Shuning uchun menda shunaqa holat bo'lgan. Hech qachon mana 41 yoshimda futbolni tugatgan bo'lsam, nechta jamoada o'ynagan bo'lsam, umuman raqobatdan qo'rqmadim. Keyin Bunyodkorga keldingiz va o'sha siz quruvchiga keldingiz, adashmasam. Mana shu jarayon qanday bo'lgan edi? Chunki quruvchi endi shakllangan jamoa va ammo o'zbek futboliga tezda kirib kelgan jamoa. Sizga takliflar qanday bo'lgan va qanday qilib quruvchi safiga kirib keldingiz? Navbahorda 2 yil, 2 mavsum o'ynadim. Navbahordan Muborakning Mashal jamoasiga o'tdim. Yoqda ham salkam 2 yil o'ynadim. Orada jarohat oldim. Endi shunaqa jarohat oldim, o'ylaymanki, o'shanda o'yladimki, futbolni yig'ishtiraman deb. Shunaqa jarohat oldim, oyog'imdan 2 marta operatsiya bo'ldim. Temir qo'yishdi, qilishdi. Avvalambor Alloh menga yonimda ota-onam dalda bo'lgan o'shanda. Bolam, sen hali kuchayib o'zingga kelasan. Alloh senga kuch-quvvat beradi dedi. Ana o'shandan keyin menga taklif tushdi quruvchidan. Quruvchi yangi tashkil topgan jamoa edi. Quruvchida jarohatimdan keyin
oz muddat tiklandim, davolandim. Ana o'shandan keyin asosiy figura deydimi, asosiy nima deydi? Quruvchida, Navbahorda boshlaganman. Asosiy o'yinimni quruvchida, Bunyodkorda yana ham porlaganman. Ha, quruvchidan keyin Bunyodkor va o'sha davrning eng kuchli uchrashuvi Bunyodkor hamda Paxtakor o'rtasida bo'lar edi, yodingizda bo'lsa. Va albatta ana shunday derbilarda siz maydonga tushgansiz. Bugun ana shunday derbilarni nima uchun ko'rmayapmiz? Nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'risini aytaman, mana 2008-yil, 2007-yil, 2007-2008-yil, 2009-yillargacha 3 yil, 4 yil davomida juda qattiq raqobat bo'lgan. Chunki Toshkentda Bunyodkor porlab chiqdi. Paxtakor o'sha azaliy Paxtakor edi. Shunaqa o'yinlar bo'lardi. U o'yinga masalan tayyorgarlik ko'rmasdan ilojisi yo'q edi. Juda muhim o'yinlar bo'lardi. Mana hozir ancha yillardan beri o'zim ham yaqinda tugatdim. Ancha yillardan beri bunaqa derbi ko'rganim yo'q. Masalan, mana Toshkent jamoalarida ham Lokomotiv, mana bu yil Superligaga qaytdi. Bunyodkor, Paxtakor. Yaqin yillarda masalan 6 yil, 7 yil ichida men bunaqa derbi hali ko'rganim yo'q faoliyatim davomida. Buning sababi nima deydi? Orada qanaqadir muxlislar Toshkent masalan poytaxt jamoalariga, stadionlarga kirish kamayib ketdi. Mana hozir shunaqa futbolimiz rivojlandi yana. Ayniqsa mana jahon chempionatiga yo'llanmani oldik. Yana ham muxlislarni anosi tashrifi ko'paydi. Men shundan ko'rib, mana televizorda o'zim ko'raman. To'g'risini aytaman, bir yil ishda futbol ko'rmadim. Aytganim sababi O'zbekiston chempionatini deyarli ko'rmadim. Endi shunaqa situatsiyalar bo'ldi. Vaqtim bo'lmadi. Endi o'zimning ishlarim bilan band bo'lganim uchun unaqa O'zbekiston chempionatini ko'ra olmadim. Aytmoqchimanki, mana muxlislarimiz yana ham o'zi avjida. Mana Andijonda ko'ringlar o'zlaring, Navbahordagi, Nasafdagi, Dinamaniki avjiga chiqqan muxlislar hozir. Chunki futbolimiz o'zi mana yana ham avjiga olib ko'tarilib bordi. Nima deb o'ylaysiz? Futbolga bo'lgan va bo'layotgan e'tiborning darajasi qanday? Sizlarning vaqtingizda qanday bo'lgan va bugun qanday, sharoitlar qanday? 2011-yil Osiyo kuboklarida o'ynagansiz. Terma jamoalarimizda imkoniyatlar va sharoitlar qanday bo'lgan? Albatta, endi biza o'ynagan paytlarimiz sharoit a'lo darajada bo'lgan u paytda. Endi harakat qilganmiz, masalan, Osiyo chempionatida ham shunaqa отборочный o'yinlarda ham masalan o'ynaganmiz. Jahon chempionatiga ko'pchilik aytadi-ki, bir qadam qoldi, bir qadam qoldi, chiqa olmagan. Endi avvalambor Allohdan nasib qilmagan ekan. Mana yillar o'tdi. Nima desam bo'ladi? Avvalambor sportga mana hozir muhtaram prezidentimiz juda katta anolarini qaratganlar. Futbol. Mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan nimalar bo'lib ketmadi O'zbekistonda. Ayniqsa futbol anosida katta o'zgarishlar bo'ldi. Men ko'rib, bir xil payt ko'raman, bir xil payt o'qiyman, faxrlanaman. Chunki jamoamiz masalan biza chiqa olmagan jahon chempionatiga mana yoshlarimiz, bizning pokoleniyamiz, keyingi pokoleniyamiz chiqdi. Albatta odam xursand bo'ladi. Intervyularning birida aytgansizki, armoningiz bormi deganda, bir armonim bor. O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatiga bormoqchiman degansiz. Balkim murabbiylikda nasib qilar. Nima deysiz? Endi Xudo xolasa nasib qilsin, iloyim. Baribir masalan bundan oldingi
Vokalinada terma jamoada o'ynab ketgan o'yinchilarni har bitta savol bersalaring armonim jahon chempionatida o'ynash. Xuddi meniki ham shunaqa. Endi Xudo xolisa o'ynamagan bo'lsak, Xudo xolisa jamoamiz bilan borib, jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Jasur aka 2010-yilda Qatarga borasiz. Lahvel klubiga transfer bo'ladi va siz ijaraga borasiz, adashmasam, Bunyodkordan birinchi marta borganingizda ijaraga borasiz va u yerda til bilan biroz muammo bo'ladi. U ham O'zbekistondan tarjimoningizni olib ketasiz. Umuman olganda Qatarda sizga yaratib berilgan sharoit u davrda futbolchilar tasavvur qilib bo'lmas edi. Ammo siz yulduzlik kasaliga uchramagansiz. Va doimo bir xil Jasur Hasanov bo'lib qolavergan. Sizga mashinalar berishgan, hamma taklif bo'lgan. Ammo terma jamoada ham, klubda ham bir xil uchrashuv o'tkazgansiz. Bu qanday amalga oshgan va tezda yulduzlik kasaliga uchrab qoladigan futbolchilarga nimalar deya olasiz? Endi albatta, masalan, hozir aytib o'tdingiz, esladingiz. Qatarga 2010-yil borgan bo'lsam, o'zi Yulduzlar ligasi deb aytilardi. Men yana ham Yulduzlar jamoasiga borganman. Shunaqa o'yinchilar bo'lgan. Chunki to'g'ri, sharoitni yaxshi qilib berishgan mana. Juda ham a'lo darajada sharoitni qilib berishgan. Chunki bu sharoitni men Bunyodkorda ham ko'rganman. Shuning uchun men o'ylaymanki, menda unaqa narsa bo'lmagan. Men naborot Qatarga borib ham, o'sha borgan yilim Qatar chempioni bo'ldim. Buni o'zi ham katta narsa edi. 2010-yil Qatar chempioni bo'ldim. O'sha borgan mavsumimda. Endi hozirgi futbolchilarimizga nima deyman? Hozirgi futbolchilarimiz hammasi, masalan, mana o'zim ko'chada ko'raman, yoki maydonda ko'raman. Stabilность yo'q. Masalan, bitta o'yin, ikkita o'yin yaxshi o'ynashadi-da, 3-4 o'yinda stabilность yo'q. Men o'ylaymanki, hammasi psixologik. Masalan, tayyorgarlik ko'rib, yoki boshqa jihatdan oilaviy muammo bo'lar. Endi har xil holat bo'ladi sportchilarda. Yo'q sportchilarda, boshqa odamlarda. Endi men o'ylaymanki, ko'rganman shunaqa o'yinchilarni yulduzlik kasaliga chalinganlarni. Masalan, o'shalarni ham ko'chada ko'rganimda maslahat berganman. Sen o'z ishingga professionallik yondashgin. Vaqt soati keladi, hammasini to'plagan obrigingni yo'qotasan. Bir soatda. Yillab tajriba orttirgan bo'lsang, yo'qotasan. Shunaqa o'rinda bugungi xalq seni hurmat qilsin deb yoshlarga aytaman haligacha. Bevosita mana ruhiyat haqida gapirdingiz-ku, ijtimoiy tarmoqlar yoki bugungi kunda jamiyatga kirib kelgan gadjetlar futbolchilarga ta'siri qanday bo'ladi? Bu savolni berayotganim sababi, siz ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmaysiz. Yo'q, men to'g'risi ijtimoiy tarmoqlarni ko'rinmaganim sababi, masalan, mana shuncha yillardan beri u futbolchiga tosh otishadi, bu futbolchiga tosh otishadi. Masalan, bitta o'yin chiqmay qolsa, bu bunaqa ekan, bu bunaqa ekan. Yo'q. Masalan, meni maslahatim futbolchilarga ahamiyat bermaslik. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardan kommentariyada qancha narsa yozishadi. Men umuman kommentariya o'qimayman o'zi. Men chunki oyda yilda chempionat Aziyani yoki O'zbekiston orasini bir kirib qo'yaman bo'ldi. Chunki mana o'tgan yili umuman даже televizorda ko'rishga vaqtim bo'lmadi futbollarni. Shuning uchun men ijtimoiy tarmoqdagi negativlarga, ularga qo'shilmayman, ahamiyat ham bermayman. Futbolchilarga nasihatim ahamiyat bermaslik. Oilada qanday? Adashmasam 2 nafar o'g'lingiz ham futbolchilik bilan shug'ullanadi. Biri Bunyodkor akademiyasida, ikkinchisi Lokomotivda. Hozir oilada 4 ta farzandim bor, 2 ta o'g'il, 2 ta qizim bor. Katta o'g'lim mana bu yil Bunyodkor jamoasida o'sha dublyorga o'tdi. Kichkina o'g'lim Lokomotivda. 2 ta o'g'lim ham Xudo xolisa shartnoma qildi.
Endi umid qilamanki, ularni to'g'ri yo'l yo'naltirishda man berishim kerak. To'g'ri yo'lda man ko'rsatishim kerak. Как sportchi sifatida emas, ota sifatida. Shuning uchun umidim ikkalasidan katta endi. Ikkalovi ham ijtimoiy tarmoqlarda yoki telefonda ishlatadimi? Albatta ishlatishadi. Chunki ularga ham man har kuni, har soatda nasihat qilaman. O'g'lim, bu narsa kerak emas. Bu narsa hayolingni buzadi telefon. Undan ko'ra domino o'zi ishingni qil. Telefonlarni yig'ishtiringlar deb har kuni nasihat qilaman. Qatardan qaytdingiz Bunyodkorga va Bunyodkor bilan Osiyo Chempionlar Ligasida yarim finalga yetib borgan jamoa safida harakat qilgan futbolchi sifatida aytingchi, Adelaydada, ya'ni Avstraliyada qanday bo'lgan edi? O'sha siz urgan gol o'sha davrda haftaning eng chiroyli gollar sahifasiga kiritilgan edi. Avstraliyadagi muhit, ana o'shandagi o'yin, xuddi mana shunday gol urish tasavvur qilganmidingiz? Endi nima desam bo'ladi? Haqiqatdan yaxshi o'yin bo'lgan. Juda esda qolarli o'yin bo'lgan. Masalan, Avstraliyaga shuncha soat uchib borib, u jamoa bilan qanaqa o'yin qilishimizni men tasavvur qila olmasdim. Shunaqa hamma bolalar shunaqa ruhiyatda borgan Adelaidaga. Yerda atmosfera, yerda sharoitlar. Rosta ko'rib ko'zimiz quvongan. Ularni sharoiti bilan bizning sharoitimiz deyarli bir xil edi. Baribir ularni futboli boshqacha edi. Maydonga chiqqanmiz, qo'rqmasdan. Birinchi o'yin menimcha 2-2 bo'lgan. O'sha 2-0 yutqizib turganimizda jarima to'pida men kiritganman. Adashmasam Lutfulla To'rayev urgan. Atvetni o'yinda Jarda bo'lgan. Unda masalan o'zlaringizdan bilasizlar, Jarda yana ham boshqacha atmosfera bo'lgan. Chunki biz keyingi bosqichga yo'llanmani olish uchun. Endi bu futbol o'shanda ham yutqizib turganimizda oxirida o'sha qo'shimcha daqiqalarda Ali Bobo Rahmatullayevning goli bilan biz keyingi bosqichga yo'l olganmiz. Shunaqa o'yin bo'lgan. 120 odam o'ynaganda u atmosferada charchoqni his qilmaganmiz. Shunaqa chiroyli atmosfera bo'lganda. Ko'pchilik futbolchilarning orzusi legioner bo'lish. Ya'ni boshqa jamoaga borish, yaxshi daromad topish va eng yaxshi sharoitlarda futbol bilan shug'ullanish. Aynan Adelaida bilan ikkinchi uchrashuvdan so'ng o'sha kunning o'zida sizga Adelaidaga taklif tushgan. Nimaga bu taklifni rad etgansiz? Ko'pchilik futbolchilar o'sha davrda hamma legioner bo'lishni xohlardi. Siz Qatarga borib keldingiz, Bunyodkorda yarim finalga chiqdingiz va sizni Avstraliyaga taklif qilishyapti. O'sha taklifni rad etgansiz. Endi to'g'ri, shunaqa yaxshi taklif bo'lgan. O'sha Qatar jamoasidan qaytganimdan keyin Bunyodkor bilan shartnoma tuzganman. Uni o'sha paytda men o'zim hal qila olmasdim. Men ularga aytganman, klub bilan kelishgan holda, masalan, klub nima desa, o'shani qilaman. O'zimdan o'zim ketaman deb turib olganim yo'q. Shunaqa muammolar bo'lgan bo'lsa kerak, klub bilan kelisha olmadi. Lekin haqiqatdan ham o'sha 5 kun yo'l bosilgan, Avstraliyadan qaytib kelingan va 5 kun yo'l bosilgan debman, kechirasiz. 5 kundan keyin o'yin bo'lishi kerak bo'lgan. Avstraliyadan Toshkentga uchib kelingan, uchrashuvga tayyorgarlik ko'rilgan va maydonga chiqib o'yin tugagandan keyin taklif bo'lgan dedilar. Mana shunaqa ko'pchilik havas qilsa arziydigan
futbolchi bo'lgan Jasur Hasanov yana bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Jasur aka, 2011-yilda tarkib O'zbekiston milliy terma jamoasining tarkibi har davrning eng kuchlisi deb ataladi. Shunga nima deysiz? Biz 2011-yilda Osiyo Kubogining yarim final bahsiga borganmiz. Avstraliya bilan o'ynaganmiz, to'g'ri, mag'lubiyatga uchraganmiz, ammo biz ochiq futbol ko'rsatishdan qo'rqmaganmiz. Endi albatta 2011-yil o'sha mana hozir aytib o'tdingiz, Qatarda bo'lgan Osiyo chempionati. To'g'risini aytaman, unaqa tarkib bo'lmagan. Masalan, tarkibda ham o'zingiz bilasiz. Odil Ahmedov, Server Jibarov, Kapadze, Aziz Haydarov, Sanjar Tursunov, mana o'zim. Shunaqa shakllangan, shunaqa kuchli jamoa edik. Avstraliyaga 6-0 yutqizdik. O'shanda ham masalan boshimizda egmadik. Keyingi bosqichga o'tdik-ku, Koreyaga tushdik. Koreyada mag'lubiyatga uchradik. Esimda, o'shanda Avstraliyadan mag'lubiyatga uchraganimizda o'sha uchrashuvni biz yig'lab ko'rganmiz. Biz bola edik va siz kabi futbolchilar, Odil Ahmedov, Server Jeparov, Aleksandr Genelov bizning kumirimiz bo'lgan. Va siz ham bugun ko'pchilikning kumirisiz. Ko'plab murabbiylar bilan ishladingiz. Siz uchun eng qiyin ishlangan murabbiy kim bo'lgan? To'g'ri, balkim buni aytmassiz, ammo siz uchun baribir ishlash jarayonida qiyinchilikka uchragan murabbiyingiz bo'lganmi? Yo'q, meni o'ynagan paytim masalan bitta murabbiy bilan qiyinchilikka duch kelmaganman. Masalan, quruvchida Ziko keldi. Zikodan keyin Mirjalol Qosimov bo'ldi. Undan keyin Skalari keldi. Ular bilan nima desam bo'ladi? Ishlash maroqli bo'lganda, masalan, ularning atmosferasi boshqa, ular o'zini falsafasini olib kirib mashg'ulotlarda, u masalan o'shanga berilib futbolchilar mazza qilib trenirovka qilardik. Meni masalan karyeramda bitta murabbiy bilan qiyinchilikka duch kelmagan. Masalan, Mirjalol Qosimov, Ro'ziqulberdiyev, Ulug'bek Boqoyev, Vadim Abramov. Bu hammani o'zini falsafasi bor. U murabbiylarni, men o'zi yana qaytarib aytayapman. Menda qiyinchilik bo'lmagan. Chunki murabbiylarni, masalan, o'zini anosi bor, futbolchilarning tilini topish. Bu murabbiyga katta bog'liq. Futbolchilarning tilini topib, qanaqa naqdlar qildiradi, qanaqa o'rgatadi. Endi til topishga baribir yaxshi deyman-da. Shunday onlar bo'lganki, siz o'zi O'zbekiston futbolida ko'plab futbolchilar jamoalarni tez-tez almashtiradi. Sizni ko'pchilik pul uchun jamoalarni almashtirganlikda ayblashadi. Buning asli o'zi sabablari nimalarda bo'lgan? Keling, aynan AGMKdan ketishingiz sababiga to'xtalaylik. Buning sababi nima edi? Qanday bo'lgan? Endi to'g'risini aytaman, ko'pchilik shunaqa deb o'ylashadi, lekin afsuski unaqa emas. Chunki nima desam bo'ladi? Mana hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, AGMKdan ketishimga sabab. AGMKdan men o'zim boshqa muhitda o'ynagim keldi. Chunki shunaqa gap so'zlar chiqib ketdi. AGMK O'zbekiston Kubogi sohibi. AGMKda masalan Komiliddin Mirzoyev, Lutfulla To'rayev, man, Oybek Qilichev. Shunaqa o'yin bo'lgan, mana ochiq oydan aytaman, Paxtakor bilan. Biza kelishgan holda jamoa bilan yutqizmaymiz. Biza maydonga chiqdikmi? Maydonga sportchi, futbolchi nima uchun chiqadi? G'alaba uchun chiqadi. Shunaqa situatsiyalar bo'lgan, buni aytib bo'lmaydi. Shunaqa situatsiyalar bo'lgan. AGMK yutqizish kerak. Qanaqa qilib yutqizish kerak AGMK? Masalan, o'sha yili ham Paxtakordan kam joyimiz yo'q edi. Paxtakor liderlari, legionerlarning hisobiga Paxtakor kuchli edi. Haqiqatan kuchli edi. Biza kamchilik joyimiz yo'q edi. Shunaqa situatsiya bo'lgan. AGMK yutqizish kerak. Qanaqa qilib yutqizadi AGMK? AGMKda ham zo'r futbolchilar bor edi.
maydonga chiqdik. O'zbekiston Kubogi sohibiga aylandik. O'shandan beri va hozirgacha o'sha tarkibda bo'lgan barcha sizni juda ham yaxshi eslashadi, sizni yaxshi ko'rishadi va meni nazarimda ana shu g'alabadan keyin ham muxlislar ko'z o'ngida ham futbolni ichidagi futbolchilar ichida ham Jasur Hasanovning hurmati 2 hissaga ortib ketgan. Chunki agamka qiyin bo'lgan pallada O'zbekiston Kubogi sohibi bo'ladi va o'shanda adashmasam play-offda o'ynaydi Superligada qolish uchun. Eng so'nggi uchrashuvlarga qolib ketgan edi. Keling, undan keyin Lokomotivda o'ynadingiz va intervyularning birida Qizilqumga borishim meni ortga tashlangan qadamim deb o'ylagandim degan edingiz. Undan keyin Lokomotiv jamoasida o'ynadim. Lokomotiv jamoasida ham O'zbekiston Kubogi, Super Kubokda yutdim. Undan keyin Qizilqumga ketdim. Endi shunaqa orada period bo'ldi. Qaysi bir intervyuda eshitgan bo'lsalaring, Qizilqumda o'ynaganimda Ro'za Qurberdiyevning intervyusida Jasur Hasanov Qizilqumga kelgandan keyin ozgina o'yini pasaydi. Tan olaman, Qizilqumda ozgina o'yinim tushuvdi. Taklif bo'ldi Nasafdan. O'shaning uchun mana Ro'za Qurberdiyevni hozir bekorga eslab o'tmadim. O'sha intervyusi yodimga keldi. Nasafda boshqacha muhit edi. Nasafda jamoa bitta edi. Birlashgan jamoa edi. Shunda hisobiga Nasaf o'sha yili Osiyo Chempionlar Ligasidan 1-2 ta ketdi, O'zbekiston chempionatidan 1-2 ta ketdi. Nasafga borib, yana ham o'yinim ochildi. Undan keyin Ro'za Qulberdiyev bilan xayrlashganingiz xususida va bunday jamoada meni nazarimda ketishim kerak degansiz. Mana shu xususda nima deysiz? Nasafdan ketishingiz qanday bo'lgan? Nasafdan ketishim oddiy hol bo'lgan. Masalan, nima desam bo'ladi? Ro'za Qulberdiyev oldiga kirib, aka, men to'g'ri tushuntirganman, masalan, bo'ldi. O'ynadim. Men ketmoqchiman. Hech kim yoqdan Nasaf klubida qarshilik ko'rsatilmagan. Yo qolasan, yo ketasan, unaqa qarshilik ko'rsatilmagan. Men kirib bosh murabbiyga to'g'risini tushuntirganman. Men bo'ldi, boshqa jamoaga ketaman deb. Bunaqa muammo bo'lmagan. Qadrli do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Jasur Hasanov 2009-yilda adashmasam, Rivaldo, Odil Ahmedovlar bo'lgan ro'yxatda Jasur Hasanov ham bo'lgan, ya'ni O'zbekistonning eng yaxshi futbolchilari orasida Jasur Hasanov bo'lgan. Jasur aka, yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, bugun ko'ryapsiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi ko'pchilik orzu qilgan 34 yillik orzumizni ushaltirdi va jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Xo'sh, biz jahon chempionatida qanday uchrashuvlar ko'rsatishimiz mumkin tajribali futbolchi sifatida? Endi albatta bekorga bu yo'llanmani qo'lga kiritmadik. O'ylaymanki, masalan, Portugaliya, Kolumbiya aniq emas. O'ylaymanki, yigitlarimiz astoydil maydonga chiqib, qo'rqmasdan o'ynashadi deb o'ylayman. Chunki bizda yigitlarimiz ham o'zi mana nechta musobaqalarda o'zi mana qatnashdi. Nechta yutuqlarga mana o'zi erishib boryapmiz. Mani o'zimning shaxsiy fikrim, O'zbekiston hech kimdan kam emas. To'g'ri, Superliga uchrashuvlarini bir yil kuzatmagandirsiz, ammo terma jamoalarimizni doim kuzatib kelgansiz va ularning o'yinlarini ko'rgansiz va yosh avloddan yetib chiqayotgan futbolchilarni ham yaxshi bilasiz. Chap qanotning eng kuchli va eng tezkor yarim himoyachisi sifatida siz O'zbekistonda mana shunday yarim himoyachilarni aytib bera olasizmi? Kimlar bor sizningcha? Boya aytib o'tdim-ku, 1 yil davomida futbol ko'rmadim. Men milliy terma jamoamizda o'yinini mana oxirgi o'yin Qatar bilan o'sha yo'llanmani qo'lga kiritgan uchrashuvini ko'rdim. Yana bir qaysi o'yinini ko'rdim. Chunki menda shunaqa situatsiya bo'ldi. Yil davomida umuman futbolga bog'lanmayman. Shuning uchun men futbol ko'rmadim 1 yil.
oxirgi shu milliy terma jamoani o'sha Qatar bilan o'yinida ko'rdim, yana bitta o'yinini ko'rdim. Endi chap qanot yarim himoyachilarga kelamiz deb aytdingiz. Men hozirgi sharoitda, hozirgi milliy terma jamoada faqat Abbos deb o'ylayman. Chunki Abbos haqiqatan ham jismonan ham texnika bo'yicha kuchli bola. Jasur aka, mana shu siz o'ynagan vaqtda Vadim Karlenovich sizni ham o'ng qanotda ham o'ynatgan, ham chap qanotda o'ynatgan. Bu sizning tezligingiz evaziga bo'lgan. O'zi asosan sizni pozitsiyangiz chap qanot yarim himoyachisi. Ko'pchilik futbolchilarning orzusi bo'lgan juda ham tez harakat qilish, tezkor bo'lish. Bu ustida ishlanganmi va siz tezkorligingiz sababi nimada edi? Chunki sizni to'xtatib qolish oson bo'lmagan o'sha vaqt. Bu savollar menga juda ko'p bo'lgan. Bu o'zingizni ustingizda mehnat qilib ishlaganingizmi yo nimadan tezligingizni, chunki jurnalistlar ham ko'p savol bergan menga. Endi mana shu temada avvalambor Alloh beraman desa beradi. Keyin insonda o'zi ustida ishlamasa qattan tezlik bo'ladi. Men o'ylaymanki, menda tug'ma talant. To'g'ri, o'zim ustimda ham ishlaganman, masalan, mana haligacha mashg'ulotlarda, haligacha o'zim ustimda tromka qilib, o'zim ustimda ishlab kelaman. Mana 42 ga kirgan bo'lsam, haligacha o'z ustimda ishlayman. Va sizni kuzatib turgan yoshlarga qanday maslahat qilib berasiz? Avvalambor meni kuzatib turgan yoshlarga faqat maslahatim dangasa bo'lmaydi. Faqat mehnatdagi rohat. Shunaqa yoshlarimizga o'zi tavsiya beraman. Shunaqa kunlar keladi, o'zlari bilmay qoladi. Ertaga ularni qanaqa ajoyib kunlar kutib turibdi. Faqat mehnat qilish kerak, tamom. Jasur aka, agarda hozir sizning yoningizda o'sha 18 yoshdagi Jasur Hasanov bo'lganda, bugungi kelajagi shunday bo'lishini haqida nimalar degan bo'lardingiz? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Yoshligingizdagi Jasur Hasanovga nimalar degan bo'lardingiz? Nimalardir ortda qolgan xatolaringiz yoki nimadir kamchiliklar, balki yutuqlaringiz bo'lgandir. Yo'q, endi nima degan bo'lardi? Faqat to'g'ri yo'nalishda. Yulduzlik kasalligiga chalinmaslik. Faqat to'g'ri yo'nalishda. Ana o'shanda o'zi avtomatik hamma narsa keladi. To'g'ri yo'nalishda bo'lsangiz, avtomatik hamma narsa keladi. Kimgadir kech beradi, kimgadir voqlik beradi. Bu albatta odam o'z ustida ishlasa, albatta Allohim beradi. Mana sizning faoliyatingizdan kelib chiqib qiyin davrlar ham bo'lgan va siz bilan birga o'ynagan futbolchilar bir kun kelib murabbiyingiz ham bo'lgan. Bu jarayon qanday bo'lgan? Aynan men Mirjalol Qo'shoqovich Qosimovni aytyapman. Jasur Hasanov Mirjalol Qosimov bilan bir jamoada harakat qilganlar va murabbiylikda ham Jasur Hasanovning murabbiylari bo'lgan Mirjalol aka. Biza to'g'ri Mashalda bir sezon o'ynadik Mashalda. Mashaldan keyin Mirjalol Qosimov bosh murabbiy etib quruvchiga bo'ldi. Mana o'sha yili men quruvchiga o'tgan yilim. Masalan, nima desam bo'ladi? Nidoga Mirjalol Qosimov, mana Ulug'bek Boqoyevni olaylik. Necha yil men bilan to'p surdi, masalan, terma jamoada. Bitta xonada yotardik. Shunaqa mana kunlar keldi. Qo'l ostida o'ynadim Ulug'bek Boqoyevda. Bu futbol bu. O'shaning uchun kimdir voqli tugatadi, kimdir kechroq tugatadi. Masalan, menda ikkita murabbiy bilan unaqa konfliktga hech qachon bormagan. 41 yoshda faoliyatingizni tugatdingiz. Ammo hali ham bizning qarashimizcha siz sport formangizni saqlab turibsiz. Futbolchilik faoliyatingizni tugatishiga sizga qandaydir sabablar bormi? Yo'q, ozginchalar sabablar bor. Uni aytib o'ta olmayman. Uni shaxsan o'zim bilaman.
Nu 41 yoshimga futbolni tugatishim bu hammasi o'zimga bog'liq edi. Chunki mana men 2 yil oldinmi, 3 yil oldinmi qaysi bir saytga intervyu berganimda aka nimada bu kuchni qayerdan olasiz, kuchni nima qilasiz deganda men o'shalarga aytgan edim, qaysi bir saytdan xodimlariga. Avvalambor rejimda bo'lish kerak. Sportchi rejimda bo'lib, hayolingiz joyida bo'lsin, hamma narsa bir tekisda ketaveradi. 41gacha kirib o'ynadim, 90 minutga kuchim yetmadi. 70 minutga kuchim yetdi, 60 minutga kuchim yetmadi. Ana o'sha payti murabbiy menga aytardi: "Sani ishing maydonga chiqib, bilaman qaysi momentda, qaysi joyda qo'yishdi." Men xafa ham bo'lmasdim. Chunki 41 yoshimgacha men rejim qildim. Mana haligacha, mana o'sha 42ga kirib, 43ga ketdim o'sha, haligacha rejimdaman. Haligacha o'z ustimda ishlayman. Prosta sportda ichida bo'lganim uchun men o'z ustimda haligacha o'zim mashg'ulotlarga borib, o'zim uchun energiya olaman. Jasur aka, mana shu siz bilan intervyuga tayyorlanishdan oldin kuzatdimki, so'nggi intervyungiz adashmasam 3 yil oldin bo'lgan. Va siz ekranlarga ko'rinishni balkim xush ko'rmassiz, balkim yoqtirmassiz. Nima uchun intervyularga kamdan kam o'zi to'g'risi qadrli do'stlar, Jasur Hasanov osonlikcha intervyu bermaydilar. Va siz kamdan kam ko'radigan inson bugun ekspert loyihasidalar. Xo'sh, Jasur aka, nima uchun kamdan kam ko'rinish berasiz? Nima desam bo'ladi? Masalan, men mana futbolchilik paytimda ham uncha xush ko'rmasdim. Masalan, intervyu berib, nimadir deyishdi, o'zim xush ko'rmasdim. Mana hozir aytib o'tdingiz, 3 yil oldin intervyu bergansiz deb. Menga o'tgan yil davomida shunaqa qo'ng'iroqlar bo'ldi, shunaqa takliflar bo'ldi, ko'rsatuvga, intervyularga. Men prosta nima demoqchiman? Uncha xush ko'rmayman. Qaysi odam bilan gaplashgim kelsa, gaplashgim kelsa, ochiq oydin suhbat qilishni yaxshi ko'raman. Ommaga chiqib, o'qilib, men uncha xush ko'rmayman. To'g'risini aytaman. Va bugun dasturimizning so'nggi savolini beraman. Undan keyin siz uchun blitz savollar tayyorlab qo'yganman, qisqa savollar. Bugun dasturimizning so'nggi savoli shunday ediki, Jasur aka, sizning faoliyatingiz uzoq yo'lni bosib o'tdi va siz Jasur Hasanov darajasiga yeta oldingiz. Va sizning atrofingizda tajribali futbolchilar bor. Farhod Tojiyev, Aziz Ibragimov, Odil Ahmedov, Sanjar Tursunov, mana shunday jamoa atrofidasiz. Bugungi futbolda tajribali futbolchilarning o'rni qanday bo'lishi kerak? Yaratilayotgan sharoitlarda harakat qilayotgan yosh futbolchilarga tajribali futbolchilar qanday o'rnak bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Yaxshi savol berdingiz. Mana to'g'risini aytaman. O'tgan yili ancha taklif bo'ldi. Farhod Tojiyev tomonidan. O'ylab ko'ring. Mana futbolni tugatdim, hachabi 1 yil dam olay. Keyin o'ylab ko'rib javobimni aytaman deb. Yangi yildan keyin ham telefon bo'ldi. Sani hamma jamoamiz Toshkent shahar futbol akademiyasi TF jamoamiz sani kutyapti deb. Taklifini qabul qildim. Mana boya aytib o'tdim-ku oldinda. Bugun 4-ish kunim. Menga vazifa yuklatildi. Xudo xolasa astoydil o'z ishimga kirishaman degan umiddaman. Hozirgi yoshlarga nima demoqchiman? Savol nima edi? Tajribali futbolchilar yoshlarga nimalar? Endi men o'z tajribamdan kelib chiqqan holda faqat hozirgi yoshlarga to'g'ri maslahat berish. To'g'ri. Qo'pol gapirmasdan, so'kinmasdan, to'g'ri o'zimni karyeram davomida yiqqan narsamni bolalarga sochish emas. Navorot, ichimdagi narsani bolalarga to'g'ri tavsiya qilish. Mana shu eng asosiy vazifa. Blitz savollarga o'tamiz, Jasur aka.
qisqa savollar va qisqa javoblar bo'ladi. Faoliyatingiz davomidagi siz uchun eng sevimli stadion qaysi biri bo'lgan? Bunyodkor. Faoliyatingizdagi eng yaxshi jamoa siz uchun qaysi biri bo'lgan? Boshlangan Sug'diyona va sizni eng yulduz qilib olib chiqqan jamoa Bunyodkor. Ikkalasidan birini tanlash kerak bo'lsa, qaysi birini tanlagan Bunyodkor. bo'lasiz? Faoliyatingizdagi eng unutilmas gol. Adelaide United. Terma jamoadagi eng og'ir o'yiningiz. Men uchun og'ir o'yin bu stadion yangi ochilgan paytda Bunyodkor stadioni Livanga qarshi o'yin. Skolariga qisqa ta'rif bering. Insoniylik bo'yicha ajoyib, murabbiylik bo'yicha undan ham ajoyib. Qaysi murabbiy sizni eng ko'p o'zgartirgan? Skolari. Siz uchun eng kuchli himoyachi? Sizga qarshi o'ynagan eng kuchli himoyachi? Islom Inomovga qarshi. Faoliyatingiz davomidagi eng alamli mag'lubiyatingiz? 2021-yil Sug'diyona jamoasida bo'lganimda o'sha Afrika Kubogida uyda Jizzaxda Malayziya jamoasiga penaltilar seriyasida yutqazgan eng alamlisi bu. Kelajakda o'g'lingizni qayerda ko'ryapsiz? Mehnat qilsa joyini topadi degan umiddaman. Va birinchi savolimizning so'nggisi, bugungi Jasur Hasanov kechagi Jasur Hasanovdan nimasi bilan farq qiladi? Kechagini olib aytsak, ko'pchilik yonimda bo'lgan. Bugungisini olib aytsak, hammasini bitta ko'rib kelyapman. Rahmat Jasur aka, bu birinchi savollarimizning so'nggisi edi va dastur so'ngida fikrlaringiz bo'lsa, sizni kuzatib turgan muxlislaringiz va sizni sog'inayotgan muxlislaringiz va sizni xohlayotgan mutaxassislar bo'lsa, mana shu kameraga qarab so'nggi so'zlaringizni aytasiz. Avvalambor O'zbekiston Respublikasini avvalambor muxlislarimga murojaatim mana Xudo xolasa jahon chempionati, O'zbekiston jahon chempionatiga yo'l oldi. Sizlardan katta iltimosim O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga doimo eng yaxshilarini ulashni yaxshi ko'ramiz. Shu sababli ham bu galgi dasturimizga O'zbekistonning eng kuchli yarim himoyachilaridan biri bo'lgan Jasur Hasanovni taklif etgan edik. Ekspert loyihasini kuzatib boring. Biz sizlar uchun eng yaxshilarini hozirlamoqdamiz.